Kabelni devorga montaj qilishda maxsus mana bunaqangi kabelni xomutlar bor. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. 6lik bir bilan teshiladi. Qoqib ketilaveradi. Mustahkamligi yomon emas. Xomg'ishga ham ishlatganman bo'ladi. Ko'pgina kabellar tushadigan bo'lsa, bular emas, gruppa включателlarga tushgan. Biralarga. Bunday oldiga 40 dubellarini qoqib, mana klipsaga urib qo'ysa ham bo'ladi. Stяжкаga. Betonga ham bo'ladi bu. Bu televizorga antennalikni esa maxsus gofra bilan kedirganman, sababi antennanikini almashtirsa bo'ladi, qulay bo'lish uchun. Ularga bo'lsa hattoki model dubeldan qilib simlan bo'ylab ham qo'yganman. Agar bunaqa kabelni xomutdan topolmasangiz, bunaqa gofranchidan chiqqan sim bilan bo'ylab qo'ysangiz ham bo'ladi. Klipsa bilan qotirsangiz ham bo'ladi. Mana bu ko'rinishda bandaj qilib kabellar qotirish. Bu yerda ikkitasi включателga, bittasi rozetka uchun tushgan.